Assalomu alaykum. Kunlik namoz vaqtlari kanaliga xush kelibsiz. 8-dekabr O'zbekiston namoz vaqtlari barcha viloyatlar uchun. Hozir sizlarni Oyna jahon orqali ko'rib turganimdan bag'oyatda xursandman, shodman. Azizlar, sizlar mana 8-dekabrgi namoz vaqtlarini tomosha qilmoqdasizlar. Kanalimizga yangi bo'lsalaringiz, iltimos kanalga obuna bo'lib, videolarni oxirigacha ko'rib, bittadan like bosib, o'z yaqinlaringizga yuborishda bardavom bo'ling. Azizlar, yana eslatib o'taman, namozni endi boshlayotgan aka-ukalar, opa-singillarimizga yoki boshlamoqchi bo'lganlarga eslatma sifatida mana har bir namozni necha rakatdanligini yozib ko'rsatib qo'yganman. Hammasi oydin, ravshan, juda aniq ko'rsatilgan. Azizlar, bu barcha beminnat xizmatlarimiz faqat sizlar uchun. Shunday ekan, kamtarona mehnatimizni qadrlab, videolarni oxirigacha ko'rib, like gumbillatib bosingizlar. Like bosish tekin. Like bossangiz sizdan pul ketmaydi. Like bizga pul keltirmaydi. Like videoni tarqalishiga sabab bo'ladi xolos. O'sha uchun iltimos 2 minut vaqtlaringizni qizg'onmasdan videoni oxirigacha ko'ringizlar. 30 sekund, 40 sekund, 50 sekund bo'lib emas, 2 minut vaqtlaringizni ajratib to'liq ko'ringizlar. Azizlar, sizlar uchun Telegramda kunlik namoz vaqtlari degan kanal ochganman. O'tib obuna bo'lib qo'ysalaringiz, ba'zi bir sabablarga ko'ra bu kanalda jadval chiqmay qolsa, lekin Xudo xohlasa Telegram kanalimda har kuni jadval chiqarib boriladi. Kanalning silkasini сообщение bo'limiga zakrlab qilib qo'yaman. O'tib bemalol obuna bo'lishni unutmang. Hozir sog'lig'ingizga salomat bo'lingizlar. Xayrlashmaymiz. Keyingi efirgacha deymiz. O'zlaringizni ehtiyot qilingizlar.